o'zingizlar mana shu uy sharoitida eshiginglarni laminatsiya qilish xohlaysizlarmi? 600-700 ming pulinglar yoningizga qoladi. Bo'lmasa menga obuna bo'linglar. Men sizlarga bundan zo'r ko'p narsalarni o'rgataman. Paroglarni laminatsiya qilishi, kerak bo'lsa oynalariga tonirovka qilish. Xullas, men sizlarni o'zingizlarni zo'r plyonka chiqaraman. Birinchi bo'lib bizga mana plyonkadan kerak bo'ladi, laminatsiya plyonkasi. Bu plyonkani qayerdan topaman desanglar, ko'chada o'sha avtokosmetika do'konlarda bo'ladi, bozorlarda bo'ladi. Ja bo'lmasa Instagramda nar deb yozsanglar, o'sha bolalarning o'zi mana shu ishni hal qilib beradi. Metri arzon turadi, 60 ming so'm turadi. Endi plyonka razmerini olish kerak bo'ladigan bo'lsa, hamma mashinada har xil chipga 25 sm bu yoqqa, bunaqasiga 85 sm. O'zingizlar kesib olasizlar, sразу plyonkani bittada qo'yamiz mana. Plyonkani qo'yamiz, qo'l bilan sekin, ana nejniy taraf chiqadi deydi. Bo'ldi, bu oson narsa. Mana shu holatda fellaymiz. Xo'sh, sizlarga birinchi bo'lib kerak bo'ladigan narsa mana bunaqa texnический fen. Xo'sh, tovarlarda sotadi, 150 ming so'm turadi. Tankini fenlarni urib chiqmang, u to'g'ri kelmaydi. Qulay, shoshmay ishlash uchun bitta tabletkani olib olasiz. Fenni olib ketdi mana bir chekkadan boshlaymiz ishni. Jay yaqin qizdirib yormaymiz buni. Bitta joyda ko'p ushlavormaymiz. Mana sekin sal qizishini qo'linglarni o'zi sezadi. Mana sekin silab chiqaveramiz. Mana anaqa joylarni sal tortib turib, mana yopishdi. Qayladigan joyi mana ozgina chetga qaylinsa bo'ldi. Chunki mashina bu plyonkani ko'p qayltirib yuborsanglar, mana bu yoqqa otib yuboradi. Mana shu qirrasigacha qayladigan joyi bo'ladi. Mana shundan kesiladi. To'xtang, hali ham obuna bo'lmadingizmi? Uyatsiz ekansiz borib. Mana endi sizlarga eng qiziq ham eng qiyin joyini o'rgataman. Pichoqga keladigan bo'lsak, bu malyarniy pichoq, liboy xozmakda topasizlar, konstavarda ham bo'ladi. Pichoqni har doim mana bunday ushlab olinadi. Mana shunday ushlab olib, mana chetidan boshlab, sekin plyonkani ustiga iz beramiz. Iz. Botirib kesib bo'lmaydi, faqat iz beriladi. Nomiga. Mana iz beramiz, qirra bilan kelyapmiz. Iz raz mana shunday qaylamiz. Chiroyli chiqish kerak-ku. Mana shu nuqtaga kelgandan keyin yana dumaloq qayltiramiz. Laminatsiya qilganinglar bundan ham chiroyli chiqadi. Prosta va iz beraman mana shu ko'rsatuvli joyida. Mana ko'rdinglar, mana oxirida taqqa pichoqda kesib yordim, lekin men nomiga iz berib chiqqanman. Mana izi bo'yicha mana plyonkani tepaga qarab tortasizlar. Tayyor kesilindi bu narsa. Ko'rdinglar, mana buni kesish kerak emas, xuddi bir qalamdan chizasizlar daftarga, shunaqa iz berib chiqasizlar. Ana o'shanda apshipkanglar qirilib qolmaydi. Endi xuddi shunaqa qilib qolgan joylarni ham chiroyli kesib chiqamiz. Mana laminatsiyamiz ham bitdi. Sizlarda mabodo jay ideal chiqmasa, bitta-ikkita yana harakat qilsanglar o'rganib olasizlar. Glavniy xohish bo'lsa bo'ldi. Ana endi xohishingizni bitta menga like bosishga ham uyg'otib yuboringlar.